Va Ilhom aka mana 3 ta tug'adigan qo'yim mana aytdim sizga. Mana ikki tarafga ham qorin tashagan. Mana unisi ham mana shu ikkalasi 3 tadan tug'atgan qo'y aka. Toza hisori variantidan mana shu qo'ylar aka. Mana o'zi. Ikkalasi ham shu 6 tish qo'y aka. Bu o'tgan ham tuqqan. O'tgan ham tuqqan aka. Hozir 3-qoringa tug'adi. 2 yildan beri 3 ta tug'adi. Bu yil ham nasib bo'lsa tug'adi 3 tadan. Necha tishli qo'ylar endi bular? 6 tish qo'y aka bu. 6 tishli qo'ylar. Bo'lib qo'yib yuboring. Aziz do'stlar, xudo xohlasa Qashqadaryo viloyati Koson tumani Arabxona mahallasiga Bahrom akamizni oldiga kelganmiz. Bahrom akamizda mana shunaqa to'q bo'g'oz qo'ylari bor ekan. Soni nechta aka bularni? 19 bosh aka shuning ichiga 8 tasi egizchi. 2 tasi 3 ta tug'atgan, qolgani 2 ta tug'atgan qo'y aka. Yana 2 tasi qo'zilar bo'lgan-a o'zi. 3 tasi qo'zilagan aka. 3 tasi qo'zilar bo'lgan akalar. Mana ko'rib, bahosini berib qo'yamiz nasib bo'lsa. Xo'p, yeb-ichishlarda muammo yo'qmi? Aka har doimgidek 1 oy garantiya. U 1 hafta 10 kun emas aka, yeb ichishiga. Hammasi yosh qo'ylar. Yosh qo'y, tusoq, chori, shu 6 tish qo'y. Ya'ni ko'rsatgan qo'y. Tusoq, chori, 6 tishli qo'ylar akalar, xudo xohlasa. Bemalol ko'rib bahosini berib qo'yamiz. Yeb ichishlardan muammo yo'q. Bo'ylarni endi o'rtacha 85 hisoblab olaveramiz. Xo'p, narx-navosini necha pul qilib beramiz? Narx-navosini kelishtirib beraylik buni. Aka buni narxini uni 7 million, 7,5 million narx-navo kerak emas. 6 million 800 mingdan bersin aka. Bitta olaman degan odam uchun qilib beraman aka shuni. 6 million 800 ming so'mdan. Shuni 6,5 qilaylik tep-tekis. Aka 6,5 arzon bo'lib qoladimi deyman deb o'zi arzon aytyapmiz aka. Bo'lar o'zi arzon aytdi, shuning uchun 6 u bo'lib o'tirmadim, shuning uchun bir 200-300 tushib bera olamizmi? 6,5 qilib beraylik, shuni xudo xolasa oladigan. Bo'l 6,5 milliondan bersin aka, o'zlari kelib olib ketaversin aka. 6,5 million so'mdan dastavkasini alohida kelishamiz. Dastavkasini kelishamiz. Dastavkalari bo'ladi, faqat narxi alohida kelishiladi akalar. Bahrom akamiz nomerlarini qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi do'stlar.